Gezer nakşimiz her yanni sadası yanrıtı. Ovoz yaxshimi, qanday ahvoling, yaxshimi? Dastlab men Facebookda gajildab ketayotgan-chu, gaj qilib oldin qatimlar chiqqancha shunga yaqinda uzoq bo'ldim, ammo naq maydonga chiqmag'ili, shunga ovozdan ansirabchu, har xil narsalar ishlatib baxtim degandek yanılanmış shu. Rahmat adash, rahmat. Uxlamabsan taxe. Isil ishlan qilyapsizlar jimoa chiqib. Allah yordamchinglar bo'lsin. Biz davomli qo'llab turamiz adash. Yapon qarindoshlar hozir kechib ketdi. Ular uxlashdan burun, yani deb qo'yay bu gaplarimni modab qo'yay. Men bugun chiqishimdagi maqsad, men yaqinda bir şirket, dar şirket emas, ama aldın aldıgan, onu dar demdiqnim deymiz. Şu sağlamlıqni Qiyan kelishdan burun tuğan tut degandek, aşında qildigan bir şirketniki bilan devorlish oldi turyaptim. Shuni meni anchim chiqib pasang deb shunaqa dedi. Ma'qul. Şunlaşqa hamda o sağlamlıq məhsullatları to'g'ri, sağlamlıq asrash məhsullatları deb tushunsanlar oldu. Men davomli deb kelyaptim. Men dori bilan qo'sham yo'q. Haqiqiy dori deganninki ximiylik moddasi bor deb. Ammo men buni hamda patiyqin qilishim mumkin. Şunlaşqa hamda shu qarindoshlar boshida uqtirib qo'yay dedim. Bu shu faqat shu sağlamlığımızniki immunit kuchimizni oshiradigan anadan keyin mundaq aytgan chaqda ketdi. Yeşil çayning mundaq foydasi va qizil çayning mundaq foydasi deb bekdeymiz, ammo u shu bir tablet, oddiy bir misol deb bersam, bir tablet 7 stakan yeşil çay bilan barobar degandek, shundaq qilib yaxshi mahsulotga shunlashqa ham bahosi normalli, har xil masalan erlarniki kasalliklarga ayollarniki badanimizni ishini qilib qo'g'daydigan mahsulotlarga shunga men qiziqib qoldim. Shunga shuni mushbat yaqinda qilmoqchi edim. Shuni do'stlarniki qo'llab quvvatlashini umid qilaman. Mush atrofdagi do'stlarim dedim. O shirkatniki baş şirketni Amerikada, Kanadadan bor, boshqa davlatlardan bor degandek. Agar qiziqadigan do'stlar bo'lsa, men keyinroq ayrim YouTube'da yoki Facebook'da qilishni boshlagan vaqtda degan bir qatim chiqishim mumkin. Shunlashqa o murakkab emas hozir butun tor dunyosi bo'lganki, torniki shu ulanishini avat bersam shundan ko'rib o'zinglar qoyil bo'lsalar iste'mol qilib ko'rib baqsanglar bo'ladi. Şunlaşqa ba'zida bo'lib meniki kasbim haqiqiy o'zimning qilganim shu oshqozon hazm qilish bo'liminiki shu mayda ichadigan, yanadigan degandeklarning hammasi shunchalik foyda qiladigan mahsulotlarga. Shunlaşqa eng azmi $30 atrofida, eng qimmatlari 180 atrofida degandek. Shunamda men oldin bunday qilishlar qilmaydim. Shunga o'niki mahsulotlarniki tushuntirishlarni biraqur cho'nglar ko'rib qiziqib qoldim. Shunga qarindoshlarniki qo'llab berishiga ishinaman. Shunlashqa shuni bir degim keldi. Ham uniki haqiqiy 30 yil bo'lgan shirkatga uning Şepkemden qımay, ay bir ağırımız kep qalğan təxibmaysızlar. Şepkemni qarmama gepimni anаңlar. Şunlaşqa hamda manga mo ishinsizlar deb o'ylayman, atrofimdagi do'stlarim shundaq, ammo men mo xizmatdan sirt qildigan ishlar-chu, hamda to'g'ri qilgan bo'lgandiki. Şunlaşqa men mo shu bayni qilib bir baldır oldin ola bir deb qo'yay deb o'yladim. Qiziqadigan do'stlar bo'lsa, keyin planlarim maxsus men maslahat qilib mangman sizlar shu olgandan keyin uningda bir WhatsApp to'p qurish planim bor. Maslahat so'raydigan degandek. Shunlashqa qarindoshlarniki to'g'ri tushunib, mening boshqa maqsadim yo'q. Bo'lsa qarindoshlarniki hozir chet el turmushida o'ylar har xil
So'diga bo'lay debsan da yaxshi bo'pti. So'diga Uyg'urlar so'da usti tursak degandek shu hamda menikimi planim shu. Hamda ikkinchisi hamda bugun sal vaqtim qisib qolyapti. Ikkinchi masala shu oldin qatim naq maydon Kisel ko'rmadigandim. Naq maydon Kiselni hamda keyinroq ko'raman. Hammalarning salomat bo'lishini umid qilman albatta. Ammo mening birdan bir umid qilganim ko'p do'stlarga shunday qilib maslahatlarni beryapman WhatsAppda bo'lamdi, uningda buningda degandek. Doktorning birdan bir xo'shulgan yeri ko'rishni o'tib unutib qolmanglar. Menga bir narsa beringlar deganim emas. Shuning unim qanday bo'ldi deganni menga danglar desam, yaxshi bo'ldimi, bo'lmadimi uqmadim. Shunlar yo'qolib ketdi ekan-ku qarindoshlar. Shunlashqa hamda qanday bo'ldi shuni degandan keyin doktor degan xo'shuldi. Undan keyin boshqalarga deydi-ku shu ahvollarni. Anda qiling deb shunday maslahatlarni beryapman vaqtni chiqarib. Voy rahmat xilmat adash. Shunlashqa hamda do'stlarniki to'g'ri tushunib, boya degan uni boshlagan vaqtida haqiqiy boshladim deb yana naq maydon qilishim mumkin. Shunga hamda qarindoshlarniki qo'llab quvvatlashini umid qilaman. Hamda chet elda mutayilliq hamda Uyg'urlar ko'p deymiz, ammo hammalarniki ko'rgan narsalarım ko'p. Ammo sog'lomlik eng oldida deymizga, sog'lomligimizni asramayimizga, shunlashqa ashunaq mahsulotlar orqali o'zimizning badanni tig'imdimi kuchlantirsak degan umidda bugun so'zlab qoldim. Bulda hamsa hammalarniki har vaqt xayrlik bo'lsin, xayr xo'sh.